Assalomu alaykum hurmatli mijozlar. Assalomu alaykum hurmatli Real Estate Murod kanalini kuzatib borayotgan obunachilarimiz, aka-ukalarimiz. Sizga bugun 2,5 sotixga mana shunaqa ko'rayotganingizdek juda chiroyli proyektda 230 kvadratli o'zini binosi bilan xonadonni topib qo'ydim. Aka, sizni oilangizni o'zini ichiga bemalol sig'dirib oladigan yangi hovli kerakmidi? Mana shu uyimizni bitta ko'rasiz. Kiruvishdan boshlaymiz. Xo'p, bu bizani asosiy darvozamiz, kiruvirish. Ikkita oldima-ketin mashina sig'adi. Zo'r tarafi, aka, 3 ta faza tokimiz kirgan. Elektromobilingiz bormidi? Zaryadga qilish uchun ham sharoitlari qoldirib ketilgan. Xonadonimizga shunday kirdik, o'ng qo'limizda bu yerda bizani tashqari tarafimiz uchun sanuzel joylashgan. Hovlini yozgi oshxonasiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Yozgi oshxonamiz moyka, o'choq, qozon, bu yerda gaz plitalarimizgacha qo'yib qo'yilgan. Binoyimizning ichkari tarafidan ko'rinishi, bu yoq tarafimizda kichkina bo'lsa ham yashil maydon qilingan, podvalimiz bor, bitta katta xona. Endi aka ichkariga bitta o'tamiz, planirovkani va qilingan remontni bitta ko'rib baholab o'tasiz. Asosiy kiruvirish ko'rayotganingizdek ikkitali eshik, bu yoq tarafimizni juda chiroyli atmosfera kutyapti bizani. Eng yoqqan joyi aka menga mana zinaga alohida e'tibor berib qo'yasiz. Yaqinda bitta dachani ko'rsatganimizda ham xuddi shunaqa zina qilinganda oynali perillalari bilan xullas 1 dan 10 gacha bitta baho qo'yib qo'ying, men obzorni boshlayman. Xo'p, xonadonimizga shunday kirdik, chap qo'limizda bizani katta oshxona qismimizni kutib oladi. Mebel texnikasi tayyor ko'rayotganingizdek, tepada o'zini vытяжкаларni kattasigacha qo'yib qo'yilgan. Bitta yoqsangiz, aka, uy ikkinchi etajdagi qanaqadir hidlarni ham tortib oladigan, xullas vытяжка qo'yilgan. Bemalol ovqat tayyorlab, divanning zona, ovqatlanib o'tiradigan joy qo'yib qo'ysa bo'ladi. Panoramniy vid hovlimiz tarafga qaragan. Keyingi xonalarga o'tamiz. Shuna yo'lagimiz kirib keldik. Hamma yoq ko'rayotganingizdek yorqin rangli aboylarimiz qilingan va shunday xonadonimizga kirishimiz bilan ro'paramizda bizani zal qismimiz joylashgan. Zalimizning oynalari orqa hovli tarafga qaragan. Cho'tka stol suv zona, bu yoq tarafimizga divanli zona qilib qo'yasiz. Internet, Wi-Fi, antenna, hamma sharoitlari ko'rayotganingizdek televizorimiz uchun qoldirib ketilgan. Keyingi xonamizga o'tadigan bo'lsak, bu bizani yotoqxonamiz. Birinchi qavatda yosh katta otaxon, onaxonlarimiz uchun mo'ljallangan yotoqxona va bu yotoqxonamizdan bo'lsa, shunda orqa hovlimizga chiqiladi. Orqa hovlimiz ham ko'rayotganingizdek, bir yoq tarafi keng, bir yoq tarafi bo'lsa, shunda zalimizning orqasi tarafga qaragan. Kelgan bu yerda bizda o'rtada общий sanuzelimiz joylashgan. Sanuzelimiz ham keng, ko'rayotganingizdek juda chiroyli proyektda kafillarimizni dushvaylarigacha tayyor qilingan. Oynali perilla, lekin rostdan boshqacha vid berar ekan. Kirib keldik, bizani hol qismimiz joylashgan, ikkinchi qavatimizda o'zini panoramniy vid va balkoni shunda hovlimiz va mahalla tarafimizga qaragan. Hovlimiz ham katta, divanli zona qo'rsangiz bo'ladi, lekin men akamlarga aytdimki, aka mashdan shunda to'sib bitta xona qurish kerak ekan desam, kelgan odam o'zini oilaviy sharoitiga qilib qo'ysin Murod. Agar kimgadir ko'proq xona kerak bo'lsa, bemalol bitta xona qo'shib yorsin deb aytdilar. Xo'p, keyingi xonamizga o'tamiz. Bu bizani ota-onalar uchun mo'ljallangan ikkinchi qavatimizdagi yotoqxona. Kravatimizning zonasi, panoramniy oynalar hovlimiz tarafga qaragan va shunday yonida bo'lsa, bu yerda aka o'zini ichida sanuzeli, dushvayasi bilan joylashgan. Ikkinchi qavatimizda alohida zo'r qilib qo'yibdilar. Aka, bu yerda prachka, cho'plik bo'limimizning kollektorlari joylashgan va bu yoq tarafimizda bo'lsa, ikkinchi qavatimiz uchun mo'ljallangan общий sanuzelimiz joylashgan. Keyingi xonamizga o'tamiz. Bu ikkinchi qavatimizdagi bizani ikkinchi yotoqxonamiz, qiz bolalar uchun mo'ljallangan. Oynalarimiz orqa hovli tarafga qaragan. Shunday yonida bo'lsa, bu bizani ikkinchi qavatdagi 3-yotoqxonamiz o'g'il bolalar uchun mo'ljallangan. Shunda bizani ikkinchi qavatimizda 3 ta yotoqxona, bitta hovlimiz bo'ldi. O'zlari uchun qilganlar akamlar bu xonadonni любой ustingizga olib kelib, ko'rib, bemalol tekshirib olsangiz bo'ladi. Даже quyosh panellarini qo'yish uchun ham tomga hamma sharoitlari, simlari podvalimizgacha olib kelib qo'yilgan. Joylashgan joyga keladigan bo'lsak, aka, Tashgiresda joylashgan. TTZ bozorgacha 3 kilometr, selxozgacha 4 kilometr plus minus. Yana
ko'pchilik so'rayotgan lokatsiya Yangi O'zbekistongacha 10 minut 15 minutlik yo'l. Lokatsiyasi juda yaxshi joyda joylashgan. Keling, ko'ring, mahallamizni ham bitta ko'ring. Tushunadigan qurilishchi tanishingiz bo'lsa, uni ham olib keling, bitta ko'rib, o'zi tekshirib bersin. 1 dan 10 gacha baholab o'ting bu proyektimizni. Narxiga kelamiz. Eng shirin joyi $215 ming so'ralyapti. Albatta bu so'ralayotgan narxi siz kelib ko'rib, tepasida savdosini qilib, yana tushirib olsangiz bo'ladi.